dunyoni zavolga uchrashi, dunyoni vayron bo'lib ketishi Alloh uchun osonroq, Alloh uchun yengilroq. Nimadan? Allohning roziligi birinchi o'ringa qo'ygan mo'min Allohning roziligida bir narsalardan voz kechdi. Mansabidan, katta bir daromadidan, ulfatlaridan Alloh uchun bir narsadan voz kechdi. Endi Alloh mana shu bandani yordamsiz tashlab qo'yganidan ko'ra dunyoni vayron bo'lib ketishi Alloh uchun osonroq, yengilroq. Uni roziligini hamma narsadan afzal ko'rdingmi? Ko'rdik. Voz kechdingmi? Kechdik. Nima? Seni Alloh zoyi qilib qo'yadimi? Uni roziligini hamma narsadan afzal ko'rsang, seni xorlab qo'yadimi? Uni roziligini hamma narsadan afzal ko'rsang, nima? Seni orqada qoldirib qo'yadimi? Uni roziligini hamma narsadan afzal ko'rsang, nima? Seni yordamsiz tashlab qo'yadimi? Uni roziligini hamma narsadan afzal ko'rsang, seni baxtsiz qilib qo'yadimi? Shunday bo'lishi mumkinmi? Aslo, aslo. Chunki Alloh Al-Karim, Ash-Shakur bo'lgan zot. Bundan ko'ra dunyoni zavolga uchrab, dunyoni vayron bo'lib ketishi Alloh uchun yengilroq.